Kitobning 158-beti 3-masala. Aziz va Rahim 50 ming so'm pulni bo'lib oldim. Aziz olgan pulning Rahim olgan pulga nisbati 2 ga 3. Rahim qancha pul olgan? Endi bu yerda Aziz uchun biz 2 ta bo'lak yozamiz. Rahim uchun esa 3 ta bo'lak. Va bular birgalikda 50 ming so'mni tashkil etadi. Endi bizda umumiy hisobda nechta bo'lak bo'ldi? Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Demak, bular 5 ta bo'lak. 5 bo'lak 50 ming so'm. Shunda bitta bo'lakni topamiz. Bu 50 ming bo'lingan 5, ya'ni 10 ming so'mni tashkil etadi. Demak, mana bu yerdagi har bitta bo'laklar bular 10 mingni tashkil etadi. Endi bu yerda deylik Rahim uchun qancha ekanligini topamiz. Ya'ni bunda 3 ta bo'lak bor edi va har biri 10 mingdan bo'lganligi uchun 3 bo'lak bu 3 ko'paytirilgan 10 ming, ya'ni 30 ming so'mni tashkil etadi. Demak, Rahim 30 ming so'm olgan ekan. Aynan bu yerda demak Rahim qancha pul olgan degan savol bor. Biz buni tekshirish maqsadida e'tibor beramiz. 2 ga 3 nisbat bu 20 mingga 30 ming. Bu to'g'rimi? Buni tekshirish uchun biz 2 ga 10 mingni ko'paytiramiz, 20 ming bo'ladi. 3 ga 10 mingni ko'paytiramiz, 30 ming. Va bularning yig'indisi ham aynan 50 mingni demak tashkil etadi. Demak, bu ham to'g'ri. Va javobni o'zimiz uchun belgilab olamiz va keyingisiga o'tamiz. Bu yerda juftlikda ishlang, muhokama qiling. Quyidagi jadvalda 12 ming so'm Hamida va Salima o'rtasida qanday nisbatda bo'lib olgani ko'rsatilgan. Ya'ni jami bor edi 12 ming so'm va Hamidaning puli va Salimaning pullari nisbati mana bu yerda demak aks ettirilgan. Endi nisbatlar asosida qizlar olgan pul miqdorini topamiz. Ya'ni Hamidaning puli, Salimaning pullari qancha ekanligini demak belgilab olishimiz kerak. Demak, jami pullar hammasida 12 ming so'm, ya'ni bu o'zgarishsiz, faqat ularning nisbatlari demak farq qiladi. Birinchisida 1 ga 2, keyingisi 3 ga 2, keyingisi 5 ga 3 va mana bu yerdagi Hamidaning puli va Salimaning pullari o'zgarib oladi. Endi birinchisini ko'ramiz, 1 ga 2. Demak, birinchisida ularning pullari nisbati 1 ga 2. Ya'ni birinchi qismi demak Hamidaning puli, ikkinchisi Salimaning puli. Endi bu nisbatlarni biz qo'shib olamiz. Ya'ni 1 ga 2 ni qo'shamiz. Shunda 3 ta bo'lak bo'ladi. Va mana shu 3 ta bo'lak yoki 3 ta qism deylik. Bu 12 mingni tashkil etadi. Unda bitta qism esa 12 ming bo'lingan 3, ya'ni 4 mingni tashkil etadi. Bizga aynan mana shu sonni topishimiz birinchi o'rinda juda muhim va ana shu 4 mingni biz mana bu yerdagi nisbatlarning har bir hadiga ko'paytiramiz. Ya'ni birinchisi 1 ga ko'paytiramiz 4 mingni. 4 ming ko'paytirilgan 1 bu 4 ming bo'ladi. Bu birinchi javobimiz. Ikkinchisi esa 2 ko'paytirilgan 4 ming yoki 4 ming ko'paytirilgan 2 deymiz. Bu 8 ming bo'ladi. Bu demak ikkinchi javobimiz. Ya'ni mana bu yerda Hamidaning puli va Salimaning pullari kelib chiqdi. Birinchi qism Hamidaning puli bo'lganligi uchun, ya'ni 4 mingni biz 1 ga ko'paytirib 4 ming yozdik. Demak, mana bu yerga Hamidaning puliga biz 4 ming deb yozib qo'yamiz. Ikkinchi natijamiz, ya'ni 8 mingni esa Salimaning puliga yozamiz. Va ularning yig'indisi 4 mingga 8 mingni qo'shsak aynan 12 mingni beradi. Demak, ushbu yechimimiz to'g'ri hisoblanadi. Ya'ni ikkinchisiga o'tamiz. Bu yerda 3 ga 2. Ikkinchisida 3 ga 2 nisbat. Aynan mana shu nisbatlarni biz qo'shib olamiz. Ya'ni 3 ga 2 ni qo'shamiz. Bu 5 bo'ladi va 5 qism 5 ta qism 12 ming so'mga teng. Bitta qism esa 12 ming bo'lingan 5 bo'ladi. Bu 2400 ga teng. Endi biz ana shuni topishimiz kerak edi. 2400 ni biz mana bu yerdagi nisbatlarning hadiga ko'paytiramiz. Ya'ni birinchisi 3 ga ko'paytiramiz. 2400 ni 3 ga ko'paytiramiz. 7200 bo'ladi. Bu birinchi
natijamiz va ikkinchi qizning puli bu 2400 ni nisbatning ikkinchi hadi, ya'ni 2 ga ko'paytiramiz. Bu 4800 bo'ladi. Demak, bittasi Hamidaning puli, ya'ni 7200, 4800 esa Salimaning puli bo'ladi. 7200 va 4800. Bularni yig'indisi aynan 12000 so'mni beradi. Va uchinchisi bizda qoldi. Demak, nisbatlar 5 ga 3. Bu uchinchisi. 5 ga 3. Ushbu nisbatlarning yig'indisini hisoblaymiz. 5 ga 3 ni qo'shamiz, bu 8 bo'ladi. Demak, 8 ta qism bu 12000 so'mga teng. Bitta qism esa bu 12000 bo'lingan 8 bo'ladi. Natijamiz demak 1500 ga teng. Endi 1500 imiz bu bitta qism bo'ladigan bo'lsa, biz nisbatlarning demak har bir hadiga ko'paytiramiz. Ya'ni 1500 ni birinchi 5 ga ko'paytiramiz. Ko'paytiradigan bo'lsak 7500 bo'ladi. Bu Hamidaning puli hisoblanadi va 1500 ni biz 3 ga ko'paytiramiz. 4500 bo'ladi. Bu esa Salimaning puli. Hamidaning puli demak 7500, Salimaning puli 4500 ga teng bo'ladi. Va biz javoblarni hammasini topib oldik va o'zimizda buni belgilab olamiz.